Sizlarga tushuntirib beray. Hozir biz akriliy vanna uстановка qilyapmiz. Akriliy vannani 3 xil turi borligi haqida sizlarga ma'lumot berib ketaman. Birinchisi quyma akril. Bu eng sifatlisi 2 mm dan 4 mm gacha akril quyiladi. Undan keyin shisha tolasi va undan keyin maxsus rezinasi. O'yin rangini o'zgartirmaydi. Suvning issiqligini uzoq vaqt ushlab turadi va yaltirab chiroyli turadi va eng muhimi, qirilsa yana shlipovka qilib avvalgi holatiga olib qo'ysa bo'ladi. Ikkinchisi ABS akril. Asosiysi plastmassadan iborat. Ustki qatlamida 0.5 mm akril bo'ladi. Quyma akrilga qaraganda arzonroq, lekin shilinsa uni to'g'rilab bo'lmaydi. Uchinchisi krashing akril. Bu vannalar suyuq holatda qolipga quyiladi va yupqaro bo'ladi. Qayta sozlash ham amrimahol. Sifati narxiga mos. Mana aziz do'stlar, sizlarga imkon qadar tushuntirib berishga harakat qildim. Bundan keyin vanna olayotganda shu narsalarga e'tibor berib qolasizlar. Biz bu obyektimizga Akkord firmasini akriliy vannasini oldik. Agar bu video sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, saqlab qo'yinglar va izohlarda chiroyli fikrlarni qoldirib ketinglar. Sizlar bilan Kamina Srojbesda sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lasizlar.